Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hammamizlar sport bilan eski nomiga bugun 86-kunidamiz. Bugun yangi hikoya aytib beraman. Bir odamni bir nechta sog'in qo'ylari bo'lar ekan. Ularni sog'ib, ustiga suv qo'shib, bozorga olib chiqib sotadi. Bundan bir kuni cho'pon xabardor bo'lib, xo'jayinni ogohlantirish uchun bunday qilmang, bu yomon ish, oxirida xayr bo'lmaydi, yomonlik bilan tugaydi dedi. Lekin u quloq solmaydi. Baribir sutga suvni qo'shib bozorga olib chiqib sotaveradi. Kunlarning birida tog' yomg'irlar, qo'ylar o'tlab yursa, dovul ko'tariladi, kuchli jala yog'adi hamda tog'dan sel kelib qo'ylarni oqizib ketadi. Kechga mahal cho'pon bir o'zi qishloqqa qaytadi. Qo'ylar qani so'raydi xo'jayin. Siz ustiga qo'shgan suvlar bir-biriga qo'shilib selga aylandi hamda ularni oqizib ketdi. Javob beradi cho'pon. Alqissa hech bir narsa jazosiz qolmaydi. Shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.